Assalomu alaykum, Toshkent Motorsning qadrli muxlislari. Mana bugun yana bitta baxtli insonimizga o'z avtomashinalarini topshiramiz. Xudo xolasa Muhabbat bog'i xususiy korxonamizga olibdilar. Xudo xolasa akamiz yana bitta baxtli inson ekanlar, chunki bugundan aksiyasi ketgan narxlarni boshladik. Shu birinchi xaridorlarimizdan. Bugun o'zida misol ikkinchi boshlamizni beramiz o'zir aka. Birinchi to'lov qilgan sizda edi, siz edingiz. Xudo xolasa aka, nima o'z tavsiyalaringiz, nima yo'nalish bo'yicha ishlatmoqchisiz mashinani? Yo'nalishimiz shu baliq bo'yicha, baliq to'shish uchun o'sha zo'r, aytgan kilomizni ko'taradi, tarozilarga javob beradi. Zo'r tavsiya etaman kelib olishlaringizni. Nechta variant bor edi aka? Mashinani olguningizcha. Ko'p edi aka. Kia ham bor edi, boshqasi ham bor edi. Ular aytgan kiloni bermaydi taroziga. Erta muammo bo'ladi. Bu aytgan vesimizni ko'taradi, 2 tonna zo'r. Tavsiya etamiz akajon. Bizdan talaganingiz uchun rahmat aka. Xudo xolasa ishoningizni oqlaymiz degan umidamiz. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin aka. Salomat bo'ling. Mana bu spravkalari, mana bu servis kishkalari, birinchi mo'y almashirishlari, nimalari, qo'lni hammasi nima qilingan, to'ldirib, chiroyli qilib qo'rilaveradi aka. Rahmat. Toshkent Motors qo'ying. Toshkent Motors sifat qiymatdan olsin.